Ma'lumki, soliq qonunchiligi va konstitutsiyamizga ko'ra soliqlarni to'lash har birimizning fuqarolik burchimizdir. Biz bugun bejizga soliq mavzusiga to'xtalmayapmiz, sababi 15-aprel yaqin. Ushbu sana esa jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer soliqlarini teng ulushlarda to'lashning dastlabki kunidir. Ayni paytda aholi o'rtasida shu mavzu yuzasidan so'rovnoma o'tkazmoqchimiz. Keling, birgalikda aholimizning ushbu soliq to'lovlarining muddatlari, berilgan imtiyozlari hamda to'lovlarni qay tarzda amalga oshirayotganliklarini bilib olamiz. Mol-mulk va yer soliqlarini to'lash muddatlarini bilasizmi? Qachon? Yarmisini 15-aprelgacha, yarmisini 15-oktyabrgacha. 15-aprelgacha to'lash kerak. Qachon? 15-apreldan to oktyabr oyigacha 50 yillik to'lash mumkin. Yarmisini aprel oyida, yarmisini oktyabr oyida to'lash mumkin. Bilaman. Qachon? Shu aprelni 15-gacha, ikkinchi yarmini shu 15-oktyabr. Soliq yilda bir marta to'lanadi. Endi dekabrgacha yopish kerak-da. Bilaman, 15-aprelgacha yarmini, 15-oktyabr qolganini. Bilamiz. Qachon? Pensioner biz 15-apreldan 15-oktyabrgacha. To'layapmiz, hozir har yil vaqtida to'lab kelayotgan edik. Yaqinga pensiyaga chiqdik, xo'jayinim ham ikkinchi guruh nogironliklari uchun shu yilga imtiyoz berildi. Oktyabr oyida to'lab berishimiz kerak. Oktyabrga qolmasdan to'lashim kerak, to'layman. Ushbu yo'nalishda fuqarolarga qanaqa imtiyozlar berilgan? Pensionerlarga shu 60 kvadrat yer aldaqasiga shu 200 ming so'm kam to'ladim, lekin aytganidan. Xo'p. Nogironlar uchun imtiyozlar berilgan. Yana Pensionerlar uchun. Pensionerlarga, nogironlarga imtiyoz berilgan. to'lovlarni qanaqa tartibda amalga oshirasiz? Plastikda. Yoki telefoningizdan? Qaynaydi. Qaynaydi orqali. Shu ilova orqali, Qaysi ilova? soliq ilovasi orqali to'layapmiz. Karta orqali. Pullik orqali to'layman. Onlayn tashlashi, plastikdan ham maqlanlar soliqnomasiga shulardan. Onlayn yo'qsa plastik. Menga shu plastik ma'qulda, onlayn, siz onlayn to'lagan ma'qul menga. Biz shu to'lagan soliqlarimiz nimalarga sarflanadi? Xalqimizni kambag'allarga ozgina bo'lsa ham yordami tegadi. Balisalar quriladi. Mana bunaqa bozorlar rivojlantirishga, yo'llar ravon bo'lishiga, hammasi pensionerlarga shu soliqdan keladi bu pul. So'rovnoma natijalariga ko'ra, ishtirokchilarimizning yarmidan ko'pi jismoniy shaxslar tomonidan to'lanadigan mol-mulk va yer soliqlarini to'lash muddatlarini aniq qayd etishdi. Shuningdek, ko'pchilik yurtdoshlarimiz o'z burchlari bilan birga ushbu yo'nalishda berilgan soliq imtiyozlaridan ham yaxshigina xabardor ekanliklarini ma'lum qildilar. Soliqlarni to'lash bo'yicha esa bugun ko'pchilik masofadan turib, ya'ni onlayn tartibda to'lovlarni amalga oshirishni ma'qul ko'rayotgani ma'lum bo'ldi.